Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardorlar, akalar. Cobalt ish qog'ozlariga bugun xudo xolasa Qo'qon mashina bozoridan 5-avgust akalar 45 desam hozircha yolg'on, chunki hozir 35 bo'lyapti. 35 gradus issiqda Cobalt narxlarini boshladik. Aka boshiga 24 pul 25 qilib beraman, mashina qo'yib bering deyishyapti. Albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa bugun Qo'qondan, ertaga Namangan, Norindan va keyin akalar shanba, yakshanba Andijondan taqdim etaveramiz. 2025 to'rtta yumshoq balon tonirovkalarga to'g'ri qilingan. Yoqilg'isi propan gazlariga to'g'ri bor, aka, ledlarga to'g'ri qo'yilgan. Buni kraskasi qaytida o'zi? Kraskasi orqadagi chiziqda pastda ozgina bir qarich. Hop. Ikkala eshikni pastida bir qarichdan bor. Bo'ldi. Udari yo'q. Qarang aka, mana shu ikkita eshikning o'rtasida mana yerda bir kraska bor dedi. Keyin arqa krilodan bu chiziqda pastda yana ozgina bir qarich bor deya. Tonirovka ruxsatlari bor. Xo'p, 2025-yil 76.000 probeg, 4-payizda avtomat korobka. Hurmatli vatandoshlar, endi narxini kelishtirib bersa 24 puligacha kraskasi bo'lsa ham, agar danni yo'lga qatlab taksi turadigan bo'lsangiz aka, menimcha 25 mancha ma'qulda. Endi yili balatu. Xo'p, zavodskiy diskada 4 ta yumshoq balon holatlari o'rta holatda va mana ortidan ko'rinishi. 2025 76.000 probeg, hurmatli vatandoshlar. Meni qiziqtirib qo'ydi aka, menda buni narxi qiziq o'zi aslida. Oldinlarda aka gram nimasi yo'q, pechat deyapti. Ustasiga tekshirtiradi aka, yoqtirsa baraka deyapti. Qarang, avtomobilning motorining holati. Bu tomonda ABS, konditsioner, 4-pokoleniya propan gaz va motor zashtalariga to'g'ri bor. Ana endi aka buni asosiysi narxi qiziq. 2025 76.000 yurgan. Dokumentga gen chiqami, chiqmaydimi? Yo'q, oformleniya qilib beramiz. Narxini necha pul so'rayapsiz? Narxini aka 10.900 so'rayapti. Siz kanalingizdan chiqsa, xudo xolasa chiroyli narx qilib beramiz. Akalar $10.900 dan o'tib beriladi. 2025-yil kraskalarini ko'rdingiz, aka tekshirtirib oladi, yoqtirsa baraka deyapti. Faqat naqdmi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Telefon nomer 95 007 0040. Endi qarang aka, mana shu yerda gap isboti bilan bo'lsin. Yonida 2024 ham turibdi. U qancha yurgan edi? U 42.000. 42.000 yurgan, $11.200 kam bor deyapti. Aka mana 25 $10.900 dan kamini qilib beriladi. Endi aka ag'ini o'zi kelishasiz, lekin oformleniyaga bizga like bosib kanalga obuna bo'ling, davom etaveramiz. So'z yo'q, hurmatli vatandoshlar, aytaman u antikvarlardan taqdim etaman deb. Ana endi navbatdagi Cobalt ko'ring aka, bay devoradigan joyiga. 2900 kilometr yurgan, ikkinchi payizda mexanika Cobalt so'ragan akalarimiz bormi? Albatta like bosib qo'ying. Qarang aka, mana o zapaska kaltlariga to'g'ri turibdi. Shopper sidinalari elektronika ko'tarilib tushiriladigan variantdan aniqali. Xo'p, lekin balonlari ham hali o'ziniki, qarang aka. Bay, mana oldidan ko'rinishi. 2900 probeg, ikkinchi payizda mexanika, 2024 eng yili oxirgi chiqqan mexanika Cobaltlarimizdan, xudo xolasa, avtomobilda mana motorini ham ko'rishingiz mumkin. Gaz ham qo'yilmagan hatto. Bu tomonda ABS, konditsioner, motor zashtalari bor. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q. Aka, orqani ham ossam maylimi? Orqani ham bitta oching. Zapaska kaliti. Hop, akalar, yili baland, kam yurgan mexanika so'raganlarga albatta jo'natib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Mana uni qarang aka, atvirkalari ham olinmagan, hattoki qozonlarimizning holatlari tiniq holatda. Aka, endi buni maqtasak gapi ko'p ekan. Asosiysi buni narxi qiziq. 2024 2900 yurgan mexanika Cobalt, xudo xolasa, narxini necha pul so'rayapsiz? $12.000 kami bor. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Bank ukam ishtama yo'q. Faqat naqd pulga beraman deb barter qilamizmi aka? Barter kelishimiz mumkin. Gap yo'q. Telefon nomer 90 230 8006. Ushbu nomerlarga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zdan oling va omadli xarid kanalidan deyishingizdan chiqmasin aka. Bizga like bosib qo'ying, siz so'ragani hali oldinda. Davom etaveramiz, hurmatli vatandoshlar. Navbatdagi Cobalt ko'ring. Ukam motorini ochmay qo'yar, ichi kirda deb qo'ya. Aka, ash kirra qiziqda buni. Xo'p, 2019 avtomat. Kraskasi hozir. Ana aka, bo'ldi, yetadi shunisi. Xo'p, dokument qana bo'lashib?
Gap yo'q. Hali benzinmi bu? Benzinda Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Qancha yurgan o'zi? 142 ming yurgan. 142 ming probeg, 2019. Bu tomonda ABS konditsionerlariga bor, avtomat korobka. Istagan hujjatingiz bo'ladi. Avtomobil zavodskiy diskada 4 ta koreyskiy Kumxos Sulus ballonlar bilan. Ayday, yashang. 143 ming, 142 ming probeg. Salon laminatsiya, undan tashqari sidinalarda yangi chexol, avtomat va torpedkasining holati. Video registrator barlari bor. Xo'p. Parollari ham polni aka laminatsiya qilingan ekan. Orqasiga yuk ham yuklanmagan. Orqasiga yuk ham yuklanmagan deyapti. Mana aka. Zapaska ishlanmagan hamda hatto, ha? Ha, ishlanmagan mana. Gilamlar tuklari akkurat. Yashay. Gilamlarning tuklari. Gapni ham olasizlar-da bor. 10 kilo kashka 10 kilo piyoz ko'targan holat. Xo'p. Aka endi narxi undan 100 kilo ko'targani yaxshi, arzonroq qilib bersangiz bo'ldi. Endi mashinani hali yaxshisini, tinig'ini minaman deganlarga 9 dan tushib beramiz. Yashang. Yashang aka. 142 ming yurgan 2019 toza, ukam 1 kilo kartoshka yuklanmagan deyapti. Narxini kelishtiraylik. 8.5 qilyapti naqqa berganmiz. Bozor 8500 so'rayapti, berilmayapti aka, chunki yili pastroq, sostenasi yaxshilar hali ham pul bo'layapti-da. Yili balatda to'g'risi kraskasi bor, arzonroqlari ham bor. Hozir 9000 gacha bo'lgan mashinalarning narxi qimmat. Ha. Yili yangilar arzon bo'lyapti. Nimaga salon tashagan hisobiga. Undan keyin yili pastgaga xaridor ham ko'p. Ko'p, egalari ham berib qo'ymayapti arzon. Yashang. Yaxshi mashina har doim pul. Pul, gapiz to'g'ri. Endi akalar o'zingizdan mana shu akani o'rniga qo'yib savdo qilib ko'rsangiz, bular ham tirikchilikda naqd pulini tikib olgan. Foyda qo'ysak, kirsa ukam sotamiz deb 9000 kam bor, 8.5 ga berilmaydi. 2019 142 ming yurgan 4-paysa avtomat kraskasi toza. Hop. Benzinda 4 ta yumshoq bilan chexol poliklari bor, generalni chiqadi. Telefon nomer 97 lik 624 9990. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Omadli xarid kanalidan deysham esingizdan chiqmasin. Biz davom etaveramiz. Ukam, mana shu yerda aka arqa qarang. Benzin va krilo 3da matda petnochi bor ekan. Hop, undan tashqari o'ng tomon shu oldi krilo va kapotdagi kraska bor ekan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Cobalt avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Ukam yevrolardan ko'rsatganlarga mana zavodskiy diskalari ham o'zida chiqqan deyapti. Endi to'g'risi men undan xabarim yo'q. Oldi oblisovkalar ham mana ravon. Aka qarang avtomobilda. Hop, ekonomizeri bor. Bu tomonda ABS, konditsioneri. 2 yevro mexanika korobka, metallarga ustonovka bo'lgan 2018-yil mana aka sizga Cobalt avtomobilda avtomat diska, 4 ta archa yumshoq balon va 336 ming probeg. Endi aka salonni ko'ring buni mana. Salonning holati. Tablo katta, mexanika bo'lgani bilan benzin rasxodlaringizni ko'rsatadi. Rul ko'tarilib tushadi. Sidina ham xuddi shu holatga ko'tariladi, tushadi. Sidinaga yaxshi chexollar qadalgan, mexanika abagreiflari bor, ya'ni oldi ikkita sidinasi ham qiziydi. Video registrator qo'yilibdi bunga yana. Arqa kapotchi. Arqa kapot knopkalar qilingan. Kalitidan xudo xolasa. Ilonim bo'lmagan Evacor poliklariga doğru tashalibdi. Va mana ortidan ko'rinishi. 2018 assalomu alaykum. Kraskasi asosiy ikkita detal, bitta detalda petnocha bor ekan dedi. Dokumentlarini xudo xolasa hozir video davomida o'zidan bir ham so'raymiz. Mana aka metani va mana qozonning holati. Xo'p, ana endi buni narxi qiziq. Dokumentga genda berasizmi? Beriladi. Narxini necha pul so'raysiz? 7700 deyapmiz. 7700 dollar kam bor. 7400 dollar. 7400 dollarga beriladi. Aha. Yozinglar, iltimos. Bo'ldi aka, men 2 martalabdan aytyapmiz, u 2010. Boshqani qaraytishyapti. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Gap so'z yo'q. Akamiz ham kanali bormi? Kommentariyasini o'qib qo'ying. Borizga mashina purushlar ham blog bo'lib ketdi hozir. Aka telefon nomeringiz? 90 203 00 07. Onyx Avtoga o'tib olsin. Instagram kanali. O'shancha ishladi deyapsiz ekanda, keyin bloger ekanda. Xo'p, 2018-yil
Hop, 300 ming yurgan, 7400 dollarga akalar mana beriladigan narxi. Telefon qiling, naq bo'lsa yana ozgina o'tib beradigan joyi bordir. Qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Mexanika 2 yevrolardan akalar. Akamiz Onyx Avto degan Instagramlari ham bor ekan. Mabodo o'tsalaring, o'sha yerda ham kuzatishlaring mumkin. Albatta like bosing, davom etaveramiz. Xo'p, davom etaveramiz akalar. Salonda narxlar 15 milliondan arzonlagan holatda hozir bozorda narxlar nima bo'lyapti deganlarga xudo xolasa hali 1-2 hafta ta'sir qilmashi mumkin. O'shaning uchun akalar to'g'ri tushunasizlar. Hop, 2026 MC Midnight, ya'ni ashi 165 millionlik Cobaltdan eng qimmatidan 4 ta yumshoq balon va aka ularni ko'rishlari mumkin. Ablisovkalari ham nargilaki nikel bo'lsa, bularki black pianoli variant bo'ladi. Chunki koja salondanda bay mon qarang aka. Avtomobilga o'zi qancha yurgan edi buni? 1900 mi? Aka mon qarang, haqiqatdan ham changi bilanda pokoleniya propan uстановка bo'lgan. Usulinni ABS 12 miya, ekonomishniy motor va albatta konditsionerlar bor. Undan tashqari qarang aka, 4 ta yangi balonga qo'yilgan. Oladigan odam hech qolmabdi, yo'q aka bunga. Endi mana qarang aka, salon ashi qoraytirilgan variantdan 1900 probeg, bu tomonda aka Malibu barlarga doğru qo'yilgan hatto bor-u. Xo'p, ruloziniki tablo, yangi chiqqan tablo ashi, monitor, abagrev sidina, propanlarda aytib o'tdim va evakor poli generalni chiqardim bunga. Lekin menga gendavini chiqaveradi. Borizga shukr. Mana aka. Hop, 2026 1900 probegda. Va mana aka, trapani, qozonlari o'rni shumka qilingan. Mana shunaqasidan so'ragan bitta obunachimiz bor edi, xudo xolasa like bosib qo'ying, o'sha odamga ham yetib borsin. Avvalo hammamizga mana shunaqa yangilardan nasib qilsin. Qarang aka, koja salon. Xo'p, ana endi buni narxi qiziq. Nech pul so'rayapsiz hozir aka? 13500 dollar kam bor, 2026 1900 yurgan. Faqat naqdmi? Beraveramiz, puliga kelsa yangi yilgacha. Yangi yilga 4 pulga kelsa beraveramiz. 8000 puli borga beraveramiz. Bartergachi. Barter yo'q. Barter ham o'ynaveramiz. Telefon nomer 91lik 91lik 145 145 3072. 3072 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. O'shaga rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Lekin endi bular aka shu 15 million chegirma bo'lmagan paytda olinganda, buni hisobga olib qo'ying. 4 ta yumshoq balon, Malibu bar, propan, dokument aka yaxshigina o'ziga yarasha rasxod bo'lgan. Aka, bilmayman, bir 2000 dollar hozir yonida turgan bo'lsa kerak. Akalar, murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Davom etaveramiz. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobaltlarni qarang. Ukam 19 bor kelishtirib beraman deb, xolasa 25 Cobaltlari ham bor ekan. 19 mexanikadan boshlaydigan bo'lsak, kraskasi toza, hop, 4 ta yumshoq balon, 4-pokoleniya metan gazlarga doğru uстановка bo'lgan, konditsionerlari ukam ishlaydi deyapti. Hop, va bu tomonda ABS, metanni aytib o'tdim, motor hadoylarida ishi yo'q dedi. Hop, avtomobilda aytilgandek mana aka. Balonni qarang. Ashta yangi deb turibdi. 2019 207 ming probeg. Ikkita yon oyna sonsoz ashta qilingan va mana salonlarning holati. Hop, torpedkalarimiz stenalari, mexanika, sidinalarida yaxshi, pashta yangi deb turibdi, chexol, yo'lim bo'lmagan 3D polik tashalibdi va oldi bilmayman, yana mana shumka qilinganga o'xshayapti. Va mana ortidan ko'rinishi. 2019 207 ming probeg. Mana aka. Qozonlarning holati, zapaskalar yangi hali gulida turibdi. Va mana bu yondan ko'rinishi. Ana endi buni narxi qiziq. Aka 2019 207 ming probeg, kraskasi toza, generalni chiqadi. Narxini nech pul so'rayapsiz? 8,5 mingdan ozgina tushiramiz. 8500 dollardan ozgina kamini qilib beriladi. Aka uzra, faqat naqdmi? Mashinalar bo'lsa barter ham. Naqd bo'ladi, mashinalarga barter bo'ladi. Telefon nomer 90lik 293 0202 raqamiga aloqa qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Ana endi yo'q ekan 25 dan bitta ko'rib qo'yiladiganlarga 5000 probeg. 2025-yil o'zimiz ash oldingi stayllardan 4 ta charm qo'y yumshoq balon gazlariga doğru bordi-da. Dokument qana bo'lashib? Generalni berilaveradi. Bo'ldi. Mana avtomobilning motorining holati. Yangi pokoleniya propan.
tomonda ABS, konditsioner, motor zashta bor. Xo'p, aytilgandek 4 ta balon yangi charm qo'yiladi. Xo'p, mana shu 001 dan 5900, boringki 6000 probeg. Servis daftar kitobchasi, avtomat. Va mana aka torpedkalarning holati. Bar qo'ygan, 3D polik qo'yilibdi. Gazini aytib o'tdim. Va mana aka ortidan ko'rinishi. 2025-yil. Aka narxini necha pul so'rayapsiz? Mashinani yangi ekan, xudo xolasa. 12200 dan ozgina tushib beramiz. 12200 dollardan kamini qilib beriladi. Xo'p, faqat naqdmi aka? Buni ham variant qilib beraveramiz. Naqd variant bo'laveradi. Variantga necha puli borga qilib berasiz? Varianti bor, barter demoqchi. Ha, ashnadinglar aka. Barter bo'lar ekan, variantga berilmas ekan lekin. Xo'p, telefon nomer 90 293 0202 raqamiga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni o'zini oling. Mana shunaqa 25 lardan so'raganlar, padlislar to'g'risida gazi, yumshoq balonlari bor, generalni chiqadi. Davom etamiz. Hurmatli vatandoshlar, yo'q ukam, bizga yili pastroq avtomat Cobalt ko'rsatganlarga navbatdagi Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan, stalnoy rangda 4-paysa avtomat. Hop, kraskalarini pashti toza deyapti. Hozir video davomida o'zlaringiz ham ko'rasizlar. Va degan akalar 808 nomerlarda. Hop, va avtomobilni motorini ko'ring mana. 2014. Bu tomonda mana aka ABS tormozi, metan gazi, konditsioneri va zapravishni aka qo'yilgan ekan. Malades, ashaki zo'r ustanovka qilgan ekan. Mana usluytrini qishatirib yuboradi. Mana aka ko'rishlaringiz mumkin. Aka 14 aka. Ha, kraskasi toza, avtomat aka. Xo'p, 4 ta yumshoq balon o'rta holatda, spisa diskalarda turibdi. Xo'p, va buni yurgani qancha ekan? 293 ming probegda. Mana avtomobilni salonni holati, torpedkalarimiz, monitor qo'yilgan, video registrator qo'yilgan, avtomat korobka, 2014, sidinasida chexol va ilyonim bo'lmagan 3D polik tashab qo'yilibdi. Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi aka. Yili pastroq avtomat Cobalt so'raganlarga. Orqaga sensor datchiklar ham qilingan aka, pomni. Hop. Temir metan gazi va mana aka qozonning holati. Zapaskalari, diskalari bilan. Ana endi buni narx qiziq. Aka generalni chiqaradi. Narxini necha pul deymiz buni? 6900 dollardan o'tib beramizmi? O'tib beriladi. Kraskasi toza. Xo'p, faqat naqdmi? Naqd pulga akalar. 6900 dan o'tib beriladi. Naqd pulga 2014 4-paysa avtomat kraskasi toza. Telefon nomer 90 507 70 10. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlarga telefon qilib, mana shu Cobaltimizni akamizdan batafsil ma'lumotini olaverasizlar. Masofa uzoqligi uchun akalar iloji yo'q, borib kelishga to'g'ri keldi. Albatta like bosib kanalga obuna bo'ling. Aha. O'zbekiston tumani Sochtepa qishlog'ida yashovchi akamiz. Qizam vaksina olib koma holatiga tushib qolishdi. Aka qarang, bu akamiz sizga kim bo'ladi? Akam. O'zingiz radnoy akangizmi? Akalar, akamizga respekt, mashina bozorda mana ehson qutularini ko'tarishi, mana yana bitta yurishibdi. Xo'p, akamiz hozirgi danli momentda ancha yordamga muhtoj ekan. Xususiy banisada yotib Toshkentda. 3 oydan beri koma holatida. 3 oydan beri koma holatda. Hindistonga olib davolash kerak. Yo'q, aytarli bitta 20 ming yo 30 ming degan summasi yo'q, lekin uzoq yotadi deyapti. Vaqt kerak deyapti. Mana hali 20 ming yo aytarli bitta summa bo'lsa ekan, bas olib borib Hindistonga buni akalar, albatta ehsonlaring bo'lsa, hop, ehson qilishlarini so'rab qolamiz. Endi 1000 so'mmi, 5000 mi, 10 mingmi, 20 mingmi, agar imkoniyatingiz bo'lsa, like bosib, padilsa qilib qo'ying, Allohdan shifo so'rab qo'ying. Aka, mana ko'rishingiz mumkin telefon nomerlar, mana 3 ta yo'q, akamiz o'zining nomerlari, undan tashqari mana karta nomerlari. Ushbu raqamlarga akalar, ehsonlaring bo'lsa, qilaverasizlar albatta. Hop, va do'stlarga ham saxovat peshi akalarimizga ham padilsa qilib qo'ying, like bosishingiz tasdiqmasin. Aka, Alloh shifo bersin. Salomat bo'ling. Xo'p akalar, Cobalt ishqibozlariga davom etaveramiz. Qarang aka, navbatdagi Cobalt 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa holatlariga o'zlaringiz baho beraverasizlar. Mana sostenasi generalni chiqadimi?
yangi generalni qilib beraman. Boringizga shukr. Yangi generalni qilib beraveraman deyapti. Qarang aka. Xo'p, avtomobilni motorining holati 1 yevro mexanika. Avtomobilda mana bu tomondagi konditsioner bor, metan uстановка bo'lgan va ekonomizeri bilan. Motor hadovoy qanaqa? O'ta zo'r. Motor hadovoylar zo'r. 2015 kraskasi, o'ng tomon oldi eshik, krilo va kapotda. Xo'p, qolgan joydachi? O'tmagan, yo'q Qolgan joylarda yo'q, toza. Xo'p, avtomobilda 4 ta yumshoq balon 2015 1 yevro mexaniki. Xo'p, 339 ming. Yo'q, 1 yevro ekanda aka, ikkita oldi oyna elektronli bo'ladi, orqa tomon mexanika, rul, sidina ko'tarilib tushirilgan bo'ladi, tablolari katta, benzin rasxod ko'rsatadi, monitor bor va xo'p, sidinasi qiziydigan variantda chiqqanlarida. Xo'p, 2 yevro bo'lardi-yu, shu abezi yo'q ekanda buni. Va mana ortidan ko'rinishi. Ukam generalni yangi qilib beraman deyapti, xudo xolisa. 2015 1 yevro mexanika. Qozonlarning holati, zapaskalar diskasi bilan turibdi. Ana endi buni narxi qiziq. Nech pul so'rayapsiz o'zi? 6200. 6200 dollar kami bor. Kami bor. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Naq. 4000 puli bo'lsa ham bir 2 oy, 3 oyga beraveramiz. 4000 pulli bolalarga uzoq 3 oyga do'ram kelsa bo'ladi. Bo'ladi, uzoq 3 oyga. Telefon nomer 77 77 366 366 88 88 89. 89. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga telefon qilib, qolgan ma'lumotni o'zdan olasiz va mana shunaqa Cobalt so'raganlarga ham politsiya qilib ko'rasizlar. Shok narxlarda, ukam zavodda yo'q narxdan deyapti. Hurmatli vatandoshlar, ko'rishlaringiz mumkin. Navbatdagi Cobalt 2026 ashi 165 millionlik koja salonli Cobalt, hurmatli vatandoshlar, 4 ta yumshoq balon. Tonirovkalarga da ruxsati bor. Gen chiqadimi chiqib? Yoshni aytmang endi. Qarang aka, lekin aybi bor. Mashinani mana shu oldi kapotini uchida petno bor. Kraska endi baribir. Naqd qarang. 10600 dollar kami bor. Ha? Kami bor. Avtomobilda bu tomonda mana aka ABS, undan tashqari konditsioner, ekonomishniy motorlari, xudo xolasa, kuchaytirilgan haligi 10x miya deydimi, o shunaqalardan turibdi. Motor hadovoyda ish yo'q. 26000 probeg. Ha, 16000 probeg. Zavodskoy diskada 4 ta mana yangi yumshoq balon, tonirovka ruxsatini aytdim. Endi qarang, kapotda petno bo'lsa, mo kraska, mana shu shopir deshigichi. Yarmida bunda ham kraska bor. Qarang aka, shopir deshigida yarmida kraska, oldi krilo polni kraska, kapotda petno aka. 16000 probeg, yangi chiqqan tablo, monitor, abagrev, akalar, koja salonli Cobalt. Bay. Endi aka palakat oyog'ida ostida deydi-yu. Asosiy segasi hech bo'la qilmagan bo'lsa bo'ldi-da. Arzonroq narxda olaman degan akalarimizga mana aka sizga 16000 probegda 2026 o'sha MC Midnight, ya'ni salondagi eng qimmat narxda turadigan Cobalt, eng fullaridan xudo xolasa. Dokumentini ham oformleniga qilib olsin deyapti. Narxini 10600 dollar so'rayapsiz. Aka, bozor narx berdimi? Qilib ketishni ayta olmaysizmi? 10300 ga doğru ko'rdi. Ularki naqmidi? Naqdi. Telefon nomer 90 507 70 10 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zdan oling va mana shunaqa yangi chiqqan Cobalt tish qog'ozlari jo'natib qo'ysangiz, kraskalari bor, arzonroq narxda olaman deganlarga kelib bosaverasizlar. Bizga like bos, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Ta'sir qilmagan bo'lsa ta'sir qiladi-ku aka, to'g'rimi? Ta'sir qiladimi? Axir 15 million salon. Yo, bular yili pastaga ta'sir qilmaydi. Yili pastaga ta'sir qilmaydi. Yili yangiga ta'sir qiladi, 24, 25, 26 ga. Gap yo'q akalar. Xo'p, bugun xudo xolisa Qo'qon mashina bozoridan davom etaveramiz. Bir oydan keyin o'zi keladi-da ham. Yana bir oydan keyin o'zi keladi. Hozir bayram aksiya ketyapti. Hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz. Navbatdagi Cobalt ukam bizga aksiyani ta'siri yo'q deyapti. 2023-yil kraskalari toza. Dokumentga gem berasizmi aka? Yo'qni qarang. Avtomobilda ABS, konditsioner, 4-pokoleniya propan gazlari bor. Motor hadovoy qanaqa? Motor hadovoylarda umuman ish yo'q. Xo'p, avtomobilda zavodskoy diska, 4 ta archa yumshoq balon. Stolcha zo'r aka. Xo'p, va 54000 probegda. 2023 54000 probeg, kraskasi toza. Mana aka torpedkalarning holati, sidinalarda bunaqa naktkali chexol va lilonumlardan yaxshidan qilingan ekan. Boshqa ish yo'q ekan. 4 ta yumshoq balonlarga do'r deyap tayyor. Xo'p, zapaskalar ishlanmagan, propan gazda. Xo'p, aka o'tiravering. Dokumentga
generalni qilsa bo'lmaydimi? Umayaptida egasini so'rab ko'rdik. Unamayapti. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? Narxini 10.600. 10.600 dollar kami bor. 2000 narx qildi bermadim. 10 mingga bermayapsiz. Bermaysizmi? Telefon nomer 90 90 850 850 1156 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Davom etaveramiz ukam. Bir dehqonlarda ham oqtarib bir syomka qilishgan deganlarga mana aka Minarmandan navbatdagi Cobalt 2015-yilda ishlab chiqarilgan mokriy rangda kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraska toza. Kapotda mana shu yerda ozgina bor. Hop, kraska bor. Mana shu Shpagilovka ham bor. Mana shu yerda bor. Mashina o'zida. Bo'ldi, boshqa joyda yo'q. Bu yoqda o'tmagan ham dashi. Aha. Mana. Bu yoqqa o'tmagan ham dashi. Hop, stikerlariga ham Ular o'tmagan. nima o'tmagan, prosta masjidga tushdi. Aha. Voy! qalaysiz? Kam tuzimisiz? Bay mana shu bo'ladi. Boringizga shukr aka. Boringizga shukr. Assalomu alaykum. Ahmad, o'z qanaqasiz aka? Issiqda. Oho, aka ancha uyda yotib bizni ko'rib o'ring. Boringizga shukr. Aka xizmat bo'lsa aytaverasiz. Ilohim yaxshi mashina oling. Ukam bo'pti. Xo'p. Akalar 2015 chalg'imaymiz, hatto oldin laboylari alishmagan avtomobil birinchi paytda metan uстановка bo'lgan, motor ходовой, Hamma yo'g'i joyida. motor ходовойlar joyida. Kapotni mana shu burchagida Tashida u ham kraska bo'lsa. bo'lgan ekan, qolgan joyida yo'q. Usti ham hatto yechilmagan Yer xudo xolasa. yechilmagan. Dashi Xo'p, tusholmagan. avtomobilda 4 tashi zavodskiy balonlardan turibdi va yurgan ekasi 149 ming probeg. O'zi birinchi paytda bo'lgani bilan salon 2 qilingan, ya'ni oynalar elektronlik bo'lgan. Sidinasida chexoli, va mana torpedkalarning holati. Kemada video registratori, lilonim, rezinkalar qilingan. Yaxshi. Kapotni ochib yuboray. Ochib yuboring aka, iloji bo'lsa. Va mana ortidan ko'rinishi. Boringizga shukr. Generalni chiqaveradi, ha? Endi avengiz xudo xolasa akam qilib beraveramiz deyapti. Temir metan gaz. Va mana qozonning holati. Zapaska yetib olgani yaraydi. Ana endi aka, buni narxi qiziq. Dehqon yotsin. Nech pul so'rayapsiz? 6700 deyapmiz. 6700 dollar kami bor. 100 yurgani qanchada? 149. 149. 149 ming yurgan. Hop, shu o'ng tomon kapot, fara tomon. Burchakda kapotda ozgina kraska bor ekan, qolgan joyi toza. Faqat naqdmi? Naqd pul. Naqd pulga. Telefon nomeri kerak uchun. Aha. 97lik 335 83 35. Ushbu nomerga telefon qilib, qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan oling va mana shunaqa dehqondan Cobalt so'raganlarga podlista qilib qo'yasizlar. Keyin 4 ta eshik tagi bayt sepilgan, shilinib ketgani uchun. Kimdir kalena deydi bunaqa joyda, biz paroy deymiz, ichkari tomonda, pasi To'rtalasi. karniz bo'ladi. Aha, to'ri tomon acha shilinganiga petno qilingan. Xo'p. Keyin mana orqa eshikda ichi petno. Yana qayerda bor? Mana shuni oldi tosh tekkan. Oldi kapot tosh teggan uchun Ustullari sepilgan. Ustular yechilmagan, tekshirtirib olaveradi. Gap so'zi 2013-yil Bu hujjat chiqaradi. bu hujjat chiqaradi. Ya'ni onlaynmi, generalniymi, доверенностьmi, xolis оформление qilib oling. Narxini necha pul deymiz aka? Narxi 51 ga bermadim bugun. Bermaysizmi? Shunga jichcha Qo'shilsa berasiz. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi paytda xudo xolasa, petno kraskalarning imkon darajasida aytib o'tdik. Dokumentidan umuman muammo yo'q ekan. 5100 ga bermayapman, qo'shilsa beriladi. Yurgani Yurgan 420. 420 ming. Avtomobilda 4 ta yumshoq bo'lgan, holatlari yaxshi holatda, ya'ni alishtirishga hojat yo'q. 422 ming probeg. Avtomobilga bunaqa rul qo'yilgan, monitori, video registrator, pultlari bor aka. Pulti bor, qo'shib beriladi. Mo ikkita oldi oynangiz elektronik qilasiz aka. 50 dollarga tushadi. Xo'p, mana ortidan ko'rinishi. Orqada 222 banan fara, garimdorli fara, mers fara deb qo'yiladi. Xo'p. Arqalari ham mana aka. Zapaska yo'q ekan, qozonni holati. Mana aka. 10 ekan. Xo'p, arqa kapot ham aka, shu pultga ulangan ekan. Bekitiladigan qilib. Yaxshi. Xo'p. Ana endi aka buni narxi qiziq. 5100 qo'shilsa beriladi. Xo'p, qo'shilmasa berilmaydi. Faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomer 88 lik 970 11 ham ko'rsatib qo'ying. 1170. Mana aka, kapotlar yechilmagan, xudo xolasa. Aka, Filtrlar ham ustuturlarimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, birinchi paytda ABS konditsioner bo'lmaydi, metan uстановка qilingan motor ходовойda ish yo'q deyapti. 5100 ga qo'shilsa beriladi. 2013-yil. Telefon nomer
88lik 970 970 1170. 1170 raqamlariga aloqa chiqib omadli xariddan deb qo'yinglar. 9000 yurgan. Hop. Tomdan pas. Tomdan past kraska. Qashti bir qop deyman ekanda endi. Nah. Udar unchalik strashniy bo'lmagan. Aha, gap so'zi. Dokument qanaqa bo'ladi? Dokumentdagi generalniy oformleniya. Keyin daverimiz beriladi. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mexanika ikkinchi paytsa 1-2 qiling. 1-2 qilingan variantlarida. Aha, bo'ldi, gap so'z yo'q. Qani aka? Motor, ходовой korobkalari tinig'iga rasxodlari yo'q deyapti. Metan gazlar uстановka bo'lgan. Birinchi paytsa salon 2 qilingan. Xo'p, 4 ta yumshoq balon holatlari yaxshi. Xo'p, va 249 ming probeg. Mana aka, bir qop temir ekan. Torpedkalarning holatini ko'rishingiz mumkin. Hop, Cobaltmi deganda, ana shu Cobalt deydigan darajaga aka. Hop, lilonim bo'lmagan, evakor polik tashlangan chexol, monitorlari bor. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Mana ortidan ko'rinishi. Hop. Va temir metan gazi va mana aka qozonlarning holati. Shunga qo'yildi yangi. Hop, ana endi uni qisqaroq qilib, narxini bilib qo'yganimiz yaxshi. Narximga gendaveniz beraman deyapti. Motor ходовойlarda ish yo'q ekan. 2014 birinchi paytda salonni 2 qilingan. Aka, narxini necha pul so'rayapsiz buni? 5200 dollarga beriladi. Faqat naqdgami? Faqat naqd. Naqd pulga bilmayman endi akalar. Bugun mana 5-avgust bo'lsa, Qo'qon moshina bozorida eng arzon Cobaltlardan bo'lsa kerak. Bugun bozor naqd bermadimi? 5000. 5000 qildi. Bermaysizmi? Sizga yangi baram qo'shib beraman. Barizga. Qanaqa bar endi u? Malibu mazmunsiz? Zavodskoydami? Telefon nomer 95 lik 953 07 57 raqamlariga aloqa chiqib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Sunnatiga barakasiga ham o'tib berilaverar ekan.